Hurmatli obunachilarimiz, biz Sarmazordamiz. Masjiddan uncha yaqin, uzoq emas joyda joylashgan. Yangi qurilayotgan uyimiz. Bu joy 2 sotik, burchatkalar bosilgan 5 xona uyi bor. Ukaxon uylarni bir qator tanishib chiqing. Qadrli obunachilar, birinchi xonamiz bilan tanishadigan bo'lsak, bu bola joylari uchun deymizmi yoki bir kattalar uchun o'zi uchun moslab olsangiz bo'ladi. Bu yonida bitta umumiy sanuzol hojatxona ko'rinishi bo'lyapti va navbatdagi xonalarimiz bilan tanishadigan bo'lsak, bu kattalar uchun yotoqxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Gulxo xonalari ham ichkarida o'z ichida sanuzollar bilan birgalikda bo'lib turibdi. Taxta pollar qilingan. Xo'p, pollarimizni luki bormi aka? Yo'q, luki yo'q. Luki yo'q, ha? Bez luki ekan uyimiz va keyin Endi ochib olsangiz bo'ladi. Ha, bu oshxonamiz bo'lyapti va hatto o'zi ham bemalol oilaviy ovqatlar ham hamma xonasiga tarqasa bo'ladigan sharoitda turibdi. Asosiysi xonadonimiz pishirishda qurilgan ekan, qurilish tomonlama muammo yo'q. Bu ham bitta kattagina zavq qilib foydalansangiz bo'ladi. Romlar akfa ishlatilgan, vodomerlarni ham qo'yib, suv ta'minoti, suv ta'minotlari kim bo'lgan, gaz ta'minoti mahallada turibdi. Xudo xolasa egasi aniq bo'lgandan keyin u narsani uyning ichiga olib kirib berishga amaliy yordam berishadi egalari tomonidan. Tashqi fasadlari polni travestilar qilingan, oyoqdalari burchatka, boshida o'tganimizdek 2 sotikdan iborat. Qo'shtepa tumani Sarmazor masjidi yaqinida joylashgan. 15 liniya qatnov yo'nalishida turibmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 52 ming narx aytishyapti, kelishtirib beraveramiz. Go, 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 shorty. It's your birthday.